Mana akalar 12-may kuni zelonni obreska qilgan. Buni mashitga videosini qo'yib qo'yaman. Hozir zelonni qilganimizdan keyingi holati mana shoxi bir qarishdan o'sdi. 1 oy davomida, 1 oy bo'ldi yo bo'lgani yo'q mana. Bir qarishdan o'sdi. Zelonni qilganimizning foydasi bitta shoxdan 1, 2, 3 ta. Hammasidan 3 tadan shox ko'paygan. Bu yerda 8 ta bo'lsa, o'sha 20 taga chiqib oladi, xudo xolasa. Buni yana qishda, bahor oyida yana kesamiz. Bular nimasiga qarab. Natijaga qarab yana kesishni davom ettiramiz. Va yana keyingi tiplardan ko'rsatamiz. Mana yana xuddi o'sha gilosdan bitta chetdan kesilgan 1, 2, 3 dona yana shox chiqqan. Mana. Deyarli hammasida ham xuddi shu holat. Mana bunda ham shu holat. Zelonni qilishda foydali tomonlari ilk kunini bilish kerak, paytini bilish kerak. Agar hozir qilmoqchi bo'lsangiz, daraxtingiz kesdingiz, chetda bir qarish yoki bir qarish bo'lmasdan o'smasdan qolib ketadi, ulgurmaydi. Qishga sovuq kelib qoladi. Hozir olsa o'sish davrida 1 oy oldin kesishlaring shart edi. Juda ko'pchilik so'ragan, buni foydasi bormi, negativlar ham bo'lgan. Mana foydasi. Bitta joydan 3 ta shoxlagan. Yangi noldalar. Mana. Mana. Hammasida deyarli 3 tadan 2 tadan shox o'sgan, lekin kesganimizdan keyingi holatni yana bitta afzallik tomoni, yaxshilab e'tibor berasizlar. Tagiga mana amofos dori solganmiz. Mana. Mana amofos dorini solganmiz. Amofos dorining foydasi hali ham mana nam turibdi yer. Bag'lari qattiq solinmagan. Ildiz tagiga solganmiz. Mana namni yaxshi ushlaydi. Mana amofos yana 2 oy davomida bemalol quvvatini beraveradi. Har bittasini tagiga solib chiqqanmiz shoxlarni. Amofos foydasi yerni yumshatadi. Daraxtni yaxshi oziqalantiradi. Videomiz yoqayotgan bo'lsa, like bosib qo'yamiz.